Assalomu alaykum. Tezkor xabar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Eng so'nggi ma'lumotlarni esa bizning kanalda kuzatib boring. Diqqat! 21-24-iyunga ob-havo prognozi bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 23-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarga 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-24-iyunda 20-25 daraja. 22-23-iyunda 22-27 daraja, kunduz kunlari 21-22-iyunda 37-42 daraja, 23-24-iyunda 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarga 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 21-23-iyunda 37-42 daraja, 24-iyunda 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 23-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 24-iyunda ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-24-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-23-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 24-iyunda ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarga 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 23-24-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. 24-iyunda ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-iyunda 18-23, 22-24-iyunda 20-25 daraja, kunduz kunlari 21-22-iyunda 31-36 daraja, 23-24-iyunda 33-38 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet xabarida.